Mush ba'zi narsalar esim kelib qoladi turib, bir ishlarga qarab. Mush burun o'qigan kitoblarimizda psixologlarninki ba'zi terminlarida shundoq yozilib deganda, men shu vaqtida bu qandoq kelibdi deb hayron qolgandim. Bir odamlarni tushunish emas, boshqalarni tushunish emas, o'zini tushunishga bir umr yetmaydi. Nurg'un odamlar o'zini tushunib bo'lolmaydi. Desam hayron qolib ekanman bu o'zini bilmas, do'tumamdi bunda odam deb. Amaliyat unda emas ekan. O'zimizning qaysi ishni qanday bir taraf qilganligimiz, xarakterimiz qanday va yoki bizning bir masalalar qanday qaraydiganimizni ba'zi vaqtda o'zimizni bilmaydi ekanmiz. Ota-onami o'zing bolalarini to'liq tushunib bo'lmaydi ekanda. Biz bolalarmi ota-onalarimizni to'liq bilib bo'lmaydi ekanmiz. Shundaqqa ham demak eng yaqinlarmi mushunchalik darajada turayotgan yerda shu boshqalarni tushunaman deb o'ylamay faqat muhabbat basakli bo'ladi ekanda bu umrda. Boshqalarni tushunaman deb avara bo'lguncha faqat berishni bilsangiz bo'ladi ekan. Muhabbat bersangiz bo'ladi ekan, mehr bersangiz bo'ladi ekan. Ba'zi bir andamanda ish bo'lib ketib qolsa, ha bo'ldi debla o'zimizga ega bo'lsak bo'ladi ekanda. Boshqalarni qo'shib, tahlil qilib va yoki uni tushunib, uningga qaratayin bir nima qilamiz. Mumkin emas ish ekan. 10-20 yil bir odamni shunda tushunma degan bo'lsangizmi, tuyuqsiz bir kunlarda, men tushunmagan munda taraflar bor ekanda deb hayron qoladigan ishlar chiqar ekan. Yoshning cho'ng'ishiga ergishib, anandan keyin o'zimizni va dunyoni azroq his qilib tushuna oladi ekanmiz. Boshqalarga baho berish emas, hatto tushunish qoldirmasak ham bo'ladi ekan. Shuning uchun cho'qim o'zimizning yaxshi gapimizni, yaxshi mehrimizni, yaxshi muomalamizni qoldirib qo'yib, o'zimizning qilishga tegishli ishimizni qilsak, bu dunyo eng go'zal bo'ladi ekan shunda. Shunda o'ylab qoldim da o'zi.